Assalomu alaykum do'stlar. Sankt-Peterburgda, Moskvada musofirchilikda yurgan aka-ukalar, opa-singillar, reyslar bo'lyapti. Avtobus xizmatlari bizda reyslar bo'lyapti. Reyslar har kunida bor. Kimga qiziq bo'lsa, ekranga nomerlar bo'ladi. Ishonchli nomerlarni ekranga qo'yib qo'yamiz do'stlar. Sankt-Peterburgdan, Moskvadan reys va avtobuslar do'stlar. Keyin tanlovda adashib qolmanglar. Reyslarimiz ofitsialniy reyslar, reys va avtobuslar bo'ladi. Kimda dokumenti yo'q, registratsiyasi o'tib ketgan, reyestrga tushgan yoki bo'lmasa patent kuygan insonlar bo'lsa ham bemalol telefon qilsanglar bo'ladi do'stlar. Bez deport, bez zapret olib chiqib ketiladi. Yo'lkiradan tashqari 3-4 so'm rasxoti bo'ladi. Zato ishonchlik deportsiz O'zbekistonga, vatanga qaytsangiz bo'ladi do'stlar. Ekranga hozir videolarni joylab qo'yamiz. Bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Avtobuslarimiz davlatda O'zbekiston nomeridagi avtobuslar. Moskvaga kelsangiz Moskvadan, Sankt-Peterburgga kelsangiz Sankt-Peterburgdan reysiy avtobuslarda po biletu po местам ketsanglar bo'ladi. Bitta like bosinglar. Kimda qanaqa savollar bo'lsa kommentariyaga yozsanglar, kommentariyalarda javob berib o'tamiz do'stlar. Endi bu yangilik emas avtobuslar, lekin ishonchli avtobuslar yangilik hozircha do'stlar. Telefon qilib kelaverasizlar. Komfort, cho'tka avtobuslarga ketmoqchi bo'lsanglar, biletlar bilan telefon qilasizlar do'stlar. Yana kanalimizga kirsanglar, videolar joylab boryapmiz. Ichki holatlar, tamojnida qanaqa holatlar, yo'llarda bez dokumentlar qanday ketyapti, joylab boryapmiz. Bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Faqat sizlardan bitta iltimos, bitta like ni bosib, podpiskani bosib, podleshkada bo'linglar do'stlar. Telegram, WhatsApp, Max hammasi ishlaydi do'stlar. Sizlarga aytib o'tgan avtobuslarimiz oppoq tulporlar, xudo xolasa Moskvadan, Sankt-Peterburgdan O'zbekistonga. Reyslar amalga oshiriladi. Bu avtobus to'liq, xudo xolasa yo'lga chiqib ketyapti. Moskvadan hozir sizlardan bitta like ni bosib, podpiskani bosib, podleshkada bo'lishinglarni so'raymiz. Avtobuslarimiz narxlari hozirda 7000 bo'lib qoldi. Avtobusning narxi 7000 rubl bilan Moskvadan O'zbekistonga. Dokumentingiz yo'q bo'lgan taqdirda ham 5000 so'm yo'lga rasxot ketsa 12000 bilan yetib borasiz. Bu o'ta qulay. Hozir avtobus, samolyotlar hozir 30000, 35000 bo'lib ketdi. Yarim puliga bemalol yetib borsanglar bo'ladi do'stlar. Tanlovda tashmanglar, doim birga bo'linglar do'stlar.